Qurilish sohasidagi jarayonlarni samarali va shaffof boshqarish maqsadida Shaffof qurilish platformasi orqali savdolari platformasi shaffof qurilish orqali aniqlanishi belgilangan. Huzurdagi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish respublika markazi sohani raqamlashtirish orqali Mazkur tizim inson omilisiz ishlaydi. Asosiy maqsad esa qurilish sohasida shaffoflikni ta'minlash hamda qog'ozbozlik va korrupsiyaga chek qo'yishdan iborat. Shaffof qurilish milliy axborot reyting platformasi Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish respublika markazi mutaxassislari, tadbirkorlar va qurilish tashkilotlari vakillari Hukumatimiz tomonidan har bir sohani raqamlashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar natijasida zamonaviy gadjetlar orqali ko'plab yo'nalishlarni masofadan boshqarish imkoniyati yaratdi. guvohi bo'lganimizdek qurilish va uy-joy kommunal sohasini raqamlashtirish jarayonlari qizg'in davom etmoqda. E'tiborli tomoni esa jismoniy va yuridik shaxslarga birdek qulay mobil dasturlar yaratilmoqda. Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish respublika markazi 5 yoshda. Umuman shaffof qurilish g'oyasi yaratilishidan boshlab, g'oyasi o'sha dunyoga kelishidan boshlab hozirgacha qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik sohasida juda ko'p ishlar amalga oshirildi. Shaffof qurilish g'oyasi bu juda katta g'oya. Sohadagi korrupsiya tizimi ishga tushirildi. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasi mutaxassislarining malakasini oshirish yo'nalishi. Soha mutaxassislari malakasini oshirish, bilimini davriy ravishda baholab borish bilan vazirlik qoshida kompetensiyani rivojlantirish instituti shug'ullanadi. Shaharsozlik va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasi mutaxassislarini sertifikatlash tizimi 2023-yil ishga tushgan. Bugungi kunga kelib, tizim orqali 9000 dan ortiq mutaxassislar malakasini oshirdi. Tizimning asosiy qulayligi shundaki, o'qish uchun murojaatni onlayn uydan turib yuborsa bo'ladi. Respublikamizning barcha hududlaridan murojaat bir kun ichida ko'rib chiqiladi va murojaatchiga natijasi onlayn keladi SMS shaklida. Agar ijobiy xulosa olgan bo'lsa, shartnomasi unga yuborilgan bo'ladi. Tizimga kirib shartnomani ko'rib, uni onlayn tarzda tasdiqlashi mumkin. Ushbu shartnomaga to'lovni ham onlayn tarzda barcha to'lov tizimlaridan amalga oshirishi mumkin. Bir oyning ichida o'qishga chaqiriladi. O'qishga chaqirilganda ham SMS orqali chaqiriladi. O'qish umuman olganda 20 kun davom etadi. Ularni 2 kuni auditoriyada, haftasi onlayn tarzda o'qitiladi. 4 kun amaliyot, qurilish obyektlariga chiqib malaka oshiradi. O'qish tugagandan keyin shaharsozlik va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasining mutaxassislarini sertifikatlash tizimi bilim va malakalarni baholash agentligining axborot tizimiga integratsiya qilingan. Malaka oshirish kursi tugagandan keyin tizim orqali onlayn tarzda test topshirish uchun mutaxassislar guruhi agentlikka yuboriladi. Agentlik ham test sinovlarini o'tkazish uchun 12 ta viloyatdan SMS yuboradi. Har bir mutaxassis o'zining hududida test topshirishi mumkin. Test natijalari bir kunda e'lon qilinadi. Sertifikat ham onlayn yuklab olinadi. Testda yetarli ballni qo'lga kiritgan mutaxassis shaffof qurilish milliy axborot tizimi orqali QR kod qo'yiladigan elektron sertifikatga ega bo'ladi. Bugungi kunga qadar 2324 ta sertifikat berildi. Qurilish sohasida davlat xaridlari yo'nalishi. Qurilish sohasida davlat xaridlarida ochiqlikni ta'minlash va korrupsiyaviy xavf-xatarlarni kamaytirish maqsadida elektron reyting va elektron tender platforma joriy etildi.
Hozirda reyting platformasida 15596 ta qurilish muddat tashkilotlari mavjud. Natijada qurilish sohasida xufiyona iqtisodiyot ulushi qisqarib bormoqda. Shuningdek, aholi bandligi ta'minlanib va sohadagi maxsus texnikalar soni oshib bormoqda. Tender elektron platformasida ishtirokchilarning takliflari inson omilsiz baholanadi. Ochiq va shaffof talablar belgilash natijasida qurilish muddat tashkilotlari o'rtasidagi raqobat muhiti yanada sog'lomlashib bormoqda. Natijada davlat obyektlarida ishtirokchilar soni ortib, o'rtacha 6 tashkil etmoqda. Aholiga kommunal xizmatlar ko'rsatish yo'nalishini takomillashtirish. Shaffof qurilish milliy axborot tizimida Mening uyim issiqlik ta'minoti bilingi, xavfsiz lift kabi tizimlar ko'magida ko'p kvartirali uylarni boshqarish osonlashdi. Mavjud. Ikkita biling tizimimiz va Mening uyim va issiqlik manbalar uchun ishlab chiqilgan biling tizimi. Mening uyim biling tizimimizda bugungi kunda 40 mingdan oshiq uylar mavjud, kiritilgan. 1.300 dan ortiq abonentlar bor, ya'ni ko'p xonadonli uylarda yashovchi aholi foydalanadi. Boshqaruv servis kompaniyalari bilan birgalikda mobil ilovalar qilganmiz. Mening uyim bo'yicha aholi uchun mobil ilovalar orqali o'zini majburiy badal bo'yicha qarzdorligi, har oylik hisob-kitobi, boshqaruv servis kompaniyalari nima ish qilib berayotgani, nimadan hisob-kitob qiladi, majburiy badal o'zi nimaligi to'g'risida ma'lumot olish mumkin. Va mobil ilovamizda yana bu mobil ilovamizning afzalligi, masalan, o'zi avtorizatsiyadan o'tsa, ya'ni identifikatsiyadan o'tadigan bo'lsa, uni nomidagi o'sha mavjud uylarni gaz, elektr, maishiy chiqindi, issiqlik manbayiga ulangan bo'lsa, issiqlik manbayi bo'yicha ma'lumotlarni tortib beradi o'z tizim. Uni aniqlab, integratsiyalar bor, shunaqa aniqlab, litsoy shot zarur bo'lmaydi. Litsoy shotini bilmagan holda ham to'lov qilib foydalanish mumkin. Afzalliklaridan bittasi shu. Tizimning mobil ilovasi orqali kommunal to'lovlarni, majburiy badallarni to'lash, boshqaruv servis kompaniyasi ishini baholash va notariuslar bilan bog'liq masalalarni hal qilishda qulaylik yaratildi. Aholiga davlat xizmatlari ko'rsatish yo'nalishi. Shaffof qurilish milliy axborot tizimida qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida barcha davlat xizmatlari raqamlashtirilishi natijasida aholi va biznes egalariga uydan chiqmagan holda xizmatlardan foydalanish imkoniyati yaratildi. Bu bilan ortiqcha ovoragarchilik, qog'ozbozlikka chek qo'yildi. Qurilish sohasida davlat xizmatlaridan foydalanish uchun bugungi kunga qadar 1.200 mingga yaqin arizalar kelib tushgan bo'lsa, shundan 750 mingdan ziyodiga ijobiy xulosalar va ruxsatnomalar berilgan. Davlat xizmatlari sohasiga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish natijasida oldin qurilishga ruxsat etilgan hujjatlarni olish uchun oylab vaqt ketgan bo'lsa, hozirda bu muddat 25 kunga qisqargan. Qurilish sohasida normativ hujjatlar va standartlarni takomillashtirish yo'nalishi. Qurilish sohasida narx shakllanishini shaffoflashtirish hamda hajm uslubida smeta hisob-kitoblarini joriy etish uchun qurilish resurslari milliy klassifikatori elektron tizimi joriy etildi. Hozirda ushbu tizimda 177.590 ta resurslar kiritilgan va resurslar kiritish davom etmoqda. Shuningdek, keng jamoatchilikka qurilish texnik tartibotlari bilan tanish imkoniyati yaratuvchi shaharsozlik normalari mobil ilovasi ishlab chiqildi va 120 ta shaharsozlik normalaridan erkin foydalanish imkoniyati yaratildi. Shu bilan birga institut rasmiy veb-saytida 65144 ta standartlardan iborat reyestr shakllantirildi. Sanab o'tilganlari hali hammasi emas. Eng muhimi, axborot tizimlari ko'magida sohada korrupsiyaviy xavf-xatarlar qisqarib, byurokratik to'siqlar bartaraf etilmoqda. Sohada xizmatlar sifati oshmoqda. Markaz bugun 5 yoshda va oldinda yangi marralar kutmoqda. Maqsad yagona. U ham bo'lsa sohani raqamlashtirish orqali shaffoflikni ta'minlash. Shaffof qurilish. Kelajak bugun biz bilan birga.